Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Birga video qo'yganimda qanaqa vitaminlarga cho'miltiryapsiz, shular cho'milishini video qo'yganman. Qanaqa vitaminlar cho'miltiryapsiz degan savollar bo'lgan. Keyin qushlarga berib turgan vitaminlarim, har xil kasalliklarga davolaydigan vitamin dorilarimni mana shu videoda ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, mana shu videoda saqlab qo'ysangiz, o'zingizga foyda, manfaatli bo'ladi. Sababi qushlaring kasal bo'lib qolsa yoki qanaqadir vitamin bermoqchi bo'lsangiz, mana shu videoda ma'lumot berib o'tamiz, sizga foydali bo'ladi. Qush boqadigan tanishlaringga jo'natib qo'ysalaring, ularga ham ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'ladi. Qachonki kasal bo'lganda veterinar qidirib yoki qanaqa dori bersam bo'ladi yoki o'zimizda aptekalardan qanaqadir dorilarni qidirib qolasiz. Men sizga hozir o'sha qushlar uchun chiqarilgan dorilarni ko'rsataman hamda o'zimizda aptekada topsa bo'ladigan variantini ham aytib o'tib ketaman. Bu o'tgan safar ko'rsatgan cho'miltirish uchun chiqarilgan bu oddiy tuz bo'ladi, tarkibi rangi har xil. Ikki grammni 1 litr suvga solib tayyorlaysizda, qushlarda sal quyosh chiqib turganda, juda quyosh ustiga tushib turganda emas, sal mo'tadil havo bo'lib turganda sepasiz qushlar ustiga. Shunda 7 xil parazitni o'ldiradi. Terini ichida, patida joylashgan 7 xil parazitni o'ldiradida, patlarini, qanotlarini tekis chiroyli holatga keltirib qo'yadi. Masalan, bugun cho'miltirib, ertaga bir qushingizni tomosha qilsangiz, patlari yaltirab, juda chiroyli holatga kelib qoladi. Juda ham foydasi katta. Ayniqsa yoz oylarida mana shundan foydalanish kerak. Buni o'zimizda sotayotgani ham bor, bu Turkiyaniki. Mana shu yozuvni yozib internetdan qidirib tursangiz, har xil variantlari chiqadi. Dorini nomi mana shu, lekin boshqa kompaniyalar ishlab chiqargan bo'lishi mumkin. Endi vitaminlarga kelsak, men hozir qushlarni ko'paytirish uchun Fertivitdan foydalanyapman. Buni bilasizlar, Telegramda ham har xil gruppalarda sotishadi. Narxi 300 mingga oldim, Qoraqamish bozorda do'kondan oldim. Dastlabkasi bilan 350 ming soqaga tushadi sizlarga. Bu vitamin E hisoblanadi. Belgiya mahsuloti. Qushlarni faqat ko'paytirish uchun beriladi bundan. Qo'shimcha ozuqa ko'paytirish uchun. Bu kukuncha ko'rinishida suvga aralashtirib bersangiz ham bo'ladi, yaxshi ko'rimga aralashtirib bersangiz ham bo'ladi. Foydasi, effekti tez bilinadi. Keyin yana bitta qo'llanma, buni qushingiz birinchi tuxumini qo'yguncha beraverasiz, o'rtada uzilishsin. Har kuni berish kerak, ko'payish davrida. O'sha tuxumlarni qo'yib bo'lguncha berasiz. Qo'llanish tarkibi yumshoq ko'rimga 250 grammga 1 gram qo'shib beriladi. Ichida 1 gramlik qoshiqchasi bor. 250 grammga. Shunda 1 litr suvga 4 qoshiqcha qo'shib beriladi. Keyingi vitaminimiz qo'shimcha vitamin kompleksi Ornivit Mix Amino degani. Bu bizda ko'p sotiladigan Nekton esti o'sha tarkibda общий vitamin plus aminokislota bu. Buni agar topolmasalaring, bunaqadan olishlaring mumkin. O'rniga chiktonikdan foydalansalaring bo'ladi. Chiktonik общий vitaminlar kompleksi, lekin bunda plus aminokislota qo'shilgan. Buni o'rniga agar topolmasalaring, Omnivitdan foydalansalaring ham bo'ladi. Omnivit. Hozirgi ko'rsatgan vitamin Fertivitni, Omniviti bor, u ham har xil vitaminlar kompleksi. Buni qo'llash tarkibi suvga qo'shib beriladi asosan, chunki bu suyuqlik hisoblanadi. 2 grammi 1 litr suvga qo'shiladi.
2 gram 1 litr suvga. Profilaktika uchun 1 gramga qo'shsangiz ham bo'ladi. 1 gramini 1 litr suvga, biz 2 gramini 2 litr suvga qo'shib ishlatyapmiz. Qo'limda yana bitta vitamin, bu nemislarniki, Germaniyadan keltirilgan. Men buni Rossiyadan olib kelgandim. Bu vitamin E plus selon. Ham kuchli preparat, vitamin kuchlarni tezlashini ko'paytirib beradi. Tezroq qon qo'ydiradi, bir-biriga munosabatini yaxshilab beradi. Vitaminlarni ko'rsatib o'tdim. Endi ko'rinyaptimi? Ornodeksin. Bu qushlarda parazitiga qarshi dori mahsuloti. Bu mana kapital ko'rinishda bo'ladi. Ordifarm mahsuloti. Buni qushlarga patini orasiga, badaniga, qanotini tagiga, bo'yniga tomizib qo'yasiz. Bir tomchi qayerigadir. Lekin ko'ziga, tumshug'iga tegmasin. Bo'yniga tomizsangiz yaxshi bo'ladi, chunki tili bilan ko'ziga kirib ketmaydi, tili bilan yemaydi. Bir tomchi yetadi bitta qushga. Bu qushdagi parazitlarni o'ldiradi. Agar bundan topolmasangiz, o'rniga vet aptekalarda Bars degan tomchi dori bor, o'shandan bir tomchi tomizib qo'ysangiz bo'ladi. Har 6 oyda bir marta tomizib tursangiz, qushlarning badanida parazitlar, har xil bek, kana, faqat parazitlar ko'paymaydi. 6 oyda bir tomizib turish kerak. Keyingi mahsulotimiz Kalavetrin. Bu qushlarning har xil shamollashiga, ichib ketishiga, shularga yaxshi ta'sir qiladi. Keyin rejasini ham davolashga yaxshi preparat. Bundan ham tavsiya qilaman. Uyingizda bo'lsa, effekti yaxshi. Bu yerda o'zini qo'llanmasi bor. O'qib chiqib, yaxshilab tushunib qilsangiz bo'ladi yoki chat-chatga yozsangiz, buni tarkibi, qanaqa vaziyatda berish kerak, hammasi yozib qoldirilgan. Bu vitaminlarni Uchqunbek ukamizdan olishlari mumkin. Telefon nomerlarini qoldiraman hamda qushlarga kalsiyalar bilan ham shug'ullanyaptilar. Optim qushlaringiz bolalariga kalsiy qo'ymoqchi bo'lsangiz, oyog'iga taqib qo'ymoqchi bo'lsangiz, telefon qiling, Telegram gruppalarini pastda qoldiraman. Mana bu ko'rsatayotgan vitaminlarim ham u kishida sotuvda bor, Andijonda 12 ta viloyatga dastlabki qildiradilar. Kalavetrin. Ulardan qilsangiz, u mutaxassis, veterinar doktor qushlaringizga o'zlari ko'rib, tashxis qo'yib, dorilarni ham jo'natib beradilar. Telefon nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Bu Kalavetrin dori vositasi. Keyingi dori vositamiz Trixavet 2.1. Bu qushlarga tez ta'sir qiladigan antibiotik hisoblanadi. Trixavet 2.1. Bu ham qushlarning shamollashi, og'zidagi har xil chaqalarni davolaydi. Asosan shamollashiga qarshi yaxshi preparat. Agar buni topolmasangiz, o'zimizning oddiy aptekalarda Trixapol degan tabletka bor, tarkibi pashta bir xil. O'shandan ham buni topganingizda foydalansangiz bo'ladi. Buni topsangiz bu yaxshi. Buni ham shu Uchqunbekdan olishlaring mumkin. Pastda telefon nomerlari, Telegram gruppalari, manzillarini qoldiraman, olishingiz mumkin bemalol. Keyingi mahsulotimiz Novet Premium. Bu qushlardagi har xil ichki kasalliklari, oshqozon ichakdagi shamollashlar, hazm bo'lish sistemasi, qushlaringizni ichib o'tib, ichlari suyuq kelib yoki shunchayib ovqat hazm bo'lishida muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shundan foydalanishni tavsiya qilaman. Buni ham Uchqunbek ukamizdan olishlaring mumkin. Pastda telefon nomerlarini qoldirdim. Bemalol telefon qilasizlar. Har xil kommentariyalar yozishyapti o'zlaringning ishlaringda. Tarkibi qanday, nima qo'shiladi, qanaqa qo'shiladi. Endi odam ozgina o'zi ham o'rganishi kerak. Mana
yozib qo'yilgan. Qanaqa holatda beriladi, qanaqa suluchida, mana 4 xil tilda yozib qo'yilgan. Tilni bilmasangiz, oson-u. ChatGPTga yoki internetga yozib ozgina ma'lumot olsangiz, miyangizda qoladi. Bu ham ko'pincha ko'rinishida suvga qo'shib bersangiz bo'ladi, ozuqasiga ham qo'shib bersangiz bo'ladi. Suvga qo'shib bersangiz tezroq ta'sir qiladi. Oshqozon, ichak, har xil kasalliklari. Respivet degan dori bor, Respivet Extra turga bir. U ham kuchli preparat, qushlarning shamollashini tezda davolaydi. 4 xil antibiotikdan tayyorlangan qo'shimcha qushlarga tez ta'sir qiladi, tezroq davolanib chiqadi qushlarning haligi o'lib qolishini tezroq oldini oladi. Ba'zi bir dorilarni bersangiz sekin ta'sir qiladi, 14 kun, 7 kun ichida ta'sir qiladi. Lekin Respivet, Trihavet dorilarimiz tez ta'sir qiladi. Shuning uchun shulardan foydalanganingiz yaxshi. Telefon nomerlarini qoldirdim, muhim deydi, shulardan olishlaring mumkin. Doxasiklinni tavsiya qilganman. Chunki doxasiklinni o'zimiz aptekalardan olishingiz osonroq, lekin u qushlar uchun chiqarilmagan. Shuni bilib qo'ying. Hozirgi ko'rsatgan dorim degan Respivet o'sha spesialni qushlar uchun chiqarilgan, tezroq ta'sir qiladi, nojo'ya ta'siri yo'q. Eslatma, agar qushlaringiz qanaqadir kasal bo'lib, kasallikdan davolagan bo'lsangiz, orqasidan sirazi vitamin berishingiz shart. Sababi beryapti turgan dorilaringiz hammasi antibiotik, u tanani kuchaytirib beradi-da, ta'siri yo'qolganda yana qushlaringiz kasal bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun don ozuqasini ham tozaroq don olib berishlarini tavsiya qilaman. Chunki donda har xil chang, har xil elementlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qimmatroq bo'lsa ham toza don olib beringlar yoki elevatordan o'tkazib yoki elakdan o'tkazib o'zingiz tozalab bering. Ko'rib, qo'llab-quvvatlayotganlarga minnatdorchilik bildiramiz. Agar mana shu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada chiroyli kommentariya yozib qoldiring hamda videoga like bosib bizni qo'llab-quvvatlanglar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmang. Instagram, Telegram kanallarimizga, gruppalarimizga ham o'tib obuna bo'ling.